Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, mana apparatda qo'shyapmiz nimaga? Faqat shu tiralib aylanyapti-da. O'shani reduktordanmi deb o'yladik. Reduktor yangi. Zanjirlardanmi dedik, zanjirlar ham bo'lmadi. Mana bu yerdanmi dedik. Yer qimirlasdi-da, qimirlayotgani uchunmi dedik, u yerdan ham bo'lmadi. Ayb kelib, ana bu yerdan kelib chiqdi. Ana shu holda ishlayapti. Keyin ana bu ham kelib tiralganda oxirida turibdi, ana bu kirib chiqadi ichiga. Ana shundan kelib chiqdi. Buni yaqinda remont qilgan, buni qaranglar o'zi. Nima bo'libdi? Yaqinda remont qilib, qimirlamaydigan qilganda shalaq qilib tashabdi. Buni endi ko'tarib rovna qilib qo'yamiz. Rovna qilib ishlatib ko'rdik, zakon ishladi. Tiralib ishlagan ekanda. Endi ko'p ishlatganmiz, ozgina ishlatib ko'rdik. Shunaqa qilgani uchun to'xtatdik. Ya'ni bu 28 ga edi. 28 bu pastroq bo'lgan ekan. T40 ni biz vaqtda balandroq qildik, o't tiralmasligi uchun. Endi nima qilamiz? Buni to'g'rilab ishlatib ko'ramiz. Do'stlar, taxlab ishlatib ko'rdik bu yerlarni. Buni ham mana kardanni to'g'ri qo'ydik. Bunisini esa ko'tardik. Mana yerga shurchakcha berilgan. Keyin o't tiqilibdi-da shu tarafiga. Sal-pal tiqilibdi. Keyin ana bu yerga bir sim o'ra deyishdi. Sal balandroq bo'lishi uchun sim beramiz. Keyin ana bu yerga buni ham berish kerak ekan. U mana shu yerga to'g'ri turish kerak ekan. Işte o't kelib urilib chiqib ketish uchun. Keyin ana bu ikkita tilchani ham olib tashlaydilar. Qurg'aynimiz. Ana bularni. Shu yerga o't o'rayapti-da, bunaqasiga o't o'rab olibdi. O'sha uchun mana shu tilchasini olib tashlaymiz. Bu yo'g'iga ham bitta sim o'raymiz.
Mana bu yerdagi yog' edi, uni ham qo'yamiz. Keyin hozir qulay bo'lishi uchun sho'rshog'larni olib tashlaganmiz. Sho'rshog'lar bu yerga turibdi. Sho'rshog'larni ham keyin sal pastga tushirish kerak ekan uni. Shtob oldinroqdan olib o'tni, ya'ni ko'tarib berish uchun. Salgina yotgan bo'lsa, ko'tarib oladi. O'tga protiv emas, yiqilganiga protiv emas, bunaqasiga kirsa ham o'tni ko'tarib olib o'rish uchun. Taxlagandan keyin ham videoga olib qo'yamiz.